oldin ikkita bolalari, o'g'illari o'lgan Moskvada. Ko'r bo'lgan kasallarda krematoriyada yoqib kulini oyimga olib kelib berishgan ekan. Juda переживать qilishib, keyin o'sha Moskvaga adam oilam bilan ketganlar. Bitta opam bo'lganda, oyim ikki qiz bo'lganlar. Endi Moskvada o'qib, o'sha diplomlar yozish, sizga o'xshab diplomlar yozish kerak, boshqa qilish kerak. Kommunalniy kvartirada qiynalib turishganda men shunaqa nima qilib. Undan keyin men tug'ilib qolganman. Qiz yana. Adam endi voy, o'sha kommunalniyda har bitta xonada har bittadan oila turadi-yu. Bitta urus xotinga aytganlar, meni degan pasportlarni olib, shu qizimga metrga olib beringlar. Meni xotinim shaharni bilmaydi, Moskvani bilmaydi, sodda o'zbekcha. Пожалуйста, получите вот metrki degan. Keyin u xotin aytganki, она у вас родилась 30 сентября, да? По русскому обычаю, кто родился в это время, дают имя вера, надежда или любовь. Ularni nimasida Bibliyasida shunaqa yozilgan bo'lsa kerak-da. Ладно, пусть как хотите так называйте deganlarda, o'zlarini g'amlari bilan o'qish mana shunaqalar bilan. Вот я назвала Любой. Вот. Adamni otlari Karimjon bo'lgan, Musayev Karim Shamshiyevich bo'lganlar. Ладно, shu oyimni pasportlarni olib keldi. Endi adam bunday qaramaganlar, chamadonga tiqib nima qilib, ular nimalar nima qildi. Endi keyin o'qish tamom bo'lgan, diplomlarni qilib bo'lganlarda keyin yo'lda yuqoriga aytishganki, sen degan oilani yuraverasan Toshkentga, o'zing qolasan bu yerda degan. 1 yil qolgan, o'qiganlar yana. Ularni razvedkaga o'qitgan. Endi siz bilasiz, Ipak yo'li degan narsa bor. Bu yerda pilla qurt обработка o'stiradi-yu, massiviy fabrikasi bo'lmagan, pilla gren zavod bo'lmagan. Faqat o'yda to'qishgan atlaslarni do'kon bo'lgan, oyog'ida nima qilib, beqasam to'qigan, ipakliklar qilishgan, massiviy производство bo'lmagan. Mana sen shu Xitoyga komandirovka bo'lasan, oilangni yuborasan, bu yerda yana qolasan, o'qiysan, butun oilangni dab qilasan Toshkentga degan. Keyin по заданию ketasan, надо в O'zbekistone производство открыть по обработке кокона degan, pilla. Вот, это degan gren zavod. Adam nimaga o'qishga yuborishgan? Bu yerda kichkina gren zavod bo'lganda O'zbekistonda, O'zbekiston ko'chasida, o'sha direktor bo'lganlar. Chunki adam yarig'aliga komsomolni chaykalada ishlab, organizator bo'lganlar. Yosh organizatorlar bilinadi. Endi degan O'zbekistonda производство yo'q. Fabrikalar ochish kerak, tekstil chiqaradigan, tekstil kombinatlar o'shanda ochilgan. O'shaning uchun nima qilish kerak? Demak, Rossiyada o'qib kelish kerak. Mana artistlar ham borgan, o'qigan, tarixni bilasiz. Demak, shunaqa qilib, keyin bizani poyezdga tushirib, bola, opam, men yana bitta amakilarimni, nevaralarimni o'g'il qilganlar Rustam degan. Ular hammasini poyezdga solib bizga jo'natgan. Keyin aytishganki oyimlarga, siz eringizni so'ramaysiz bizdan. Polностью biz обеспечить qilamiz. Nima kerak bo'lsa kelishar ekan, yozib ketar ekan. Keyin kecha produktlar pul-mul shu mana ikkita qiz endi asosan ikkita qizni o'zingizga yetarli eringizni so'ramaysiz. Bir kuni keladi. Shu, mana shunaqa deyishgan. Demak, shunaqa qilib keyin bu men og'ir kasal bo'lganman, o'ladigan bo'lgan ekanman.
shu 2 yoshligimdami примерно ham qizog'im ham брюшной сепстрат bo'lganman. Voy endi bu ham o'lib qoladi. Уже 3-4 bola o'lgan oldin. Уже bo'ldi, bor o'yindan chaqirib kelgin, bitta olib ketsin, hozir o'ladi bolang deyishgan ekan. Yo'q, keyin bitta erkak kishi qarindoshdan borishsa, qo'lim qimirlayotganmishdi. Bundoq qo'lim uzatayotganmishman. Kelin, bu qizingiz och-ku. Bunga ovqat so'rayapti, qo'lini qimirlatyapti deb. Darrov haligi doktorlar kelishib, haligi kishi qarindoshdan qon olib, qon solishibdi-da, keyin tirilgan ekanman. Shunaqa qilib tirilib ketgan ekanman. Keyin mani esimda bor, yoshligimda hamma yoqlarim yara, zilyonkalar surilgan. Bitta ayol o'tib ketib, hovlida qarindosh, "Voy, naminchi ikkitani pazlapani bolasi deb ketgani esimda bor edi." Где-то shu 3 yosh bo'lganman. Yo'q, keyin tuzalib ketganman. Mana hozir 91 ga kirib o'tiribman. Demak, shunaqa qilib, keyin nima bo'lganda, adam ketganlarda 4 yildan keyin 40-yilda kelganlar chet eldan. O'sha planli narsani butun hali Xitoyda bo'lib, ipaychilik texnologiyani olib kelganlar. Fabrikani texnologiyasi qanaqa qilib o'tdi, shu pillani pishiradi, bilasizmi, pishiradi. Nimada undan keyin bola hali silitsilloviy moddasi bo'ladi ko'kinda. O'sha erigandan keyin ipay ajraladi. Uni keyin nimada o'raladi. Nimagada undan keyin necha xil обработкаlar qilib keyin ip chiqadi undan yegirilib. Undan keyin krib jarjet, atlas hammasi mana shunaqa protsessni texnologiyasini olib kelganlar. Olib kelib keyin bu yerda nima qilib, kechasi kelganlar, hech kim ko'rmasin debdi, biz bog'chaga borardik opam bilan. Kechasi kelganlar, biz qarasam chiroyli bitta kishi, odamga chiroyli bo'lganlar. Keyin men sizlarni adayman. Padilxon tez, bizga kiyimlar olib kelganlar, chiroyli Xitoydan beretlar, yaxshi tuflilar o'tdi, bernatdan bo'lgan bu yerda. Darrov choy ichsin, bozim bog'chaga yasantiring, kiyintiring, bog'chaga o'zim olib boraman deb mana shunaqa qilib, keyin bu yerda O'zbek Shok Trestda zam upravляющий bo'lganlar. Ko'p komandirovkalar borardilar. Keyin bilsam, bu vinegret qilganlar o'sha texnologiyani. Mana Qoraqalpoq, Xorazm, Andijon, hamma yoqlarga borib, ancha komandirovkalar ketardilar, 2-3 kunda kelardilar, yana mana shunaqa. Nima qilganlarda, keyin 41-yilda urush boshlandi. Keyin aytdilarki, hamma qarindosh urug'lar ketdi. Urushga bitta men qoldim, men qanaqa bosh ko'tarib yuraman deb ikkitala keyin aytgan, kommunist degan o'rislar aytgan. Езжайте тоже на фронт degan jo'rtiga tushgan. Demak, shunaqa qilib ketganlar 42-yilda. 1 yil o'qiganlar Moskvada yana. 10 kundan keyin jangga tushamiz deganlarda, 10 kundan keyin nima kelgan? Pogib смертью храбрых. Всё. Ishtaman bilmaymiz mana shunaqa qilib, otasi qolgan biz shunaqa qilib. Mana endi nima qilib, mana shunaqa bo'ldi. Men ketdim sentyabrda. Endi mana adasi va hamma borni oyim aytdilarki, men dedilar, sizlarni высшее образование bera olmadim. Возможностim bo'lmadi. Adang rosa men qizlarim aspiranturalarda o'qitaman deb niyat qiluvdilar. Men aytdimki, oyi shunaqa ishxonada shunaqa o'qishga borishib, bu yosh bolam hech nima qilmay, bolamni tashlab ketmang dedilar. 1 yashar 2 oylik edi. Yaxshi. Уже men 3 oy to'raydan keyin уже sutim qolmagan edi, og'ir bo'lganman.